Qarindoshlar, bu qatimliq videoda shu sun'iy aql modelleri sinash va ishlatish uchun shu qoral, ya'ni 5 xil qoralni tushundirish o'tmoqda. Bu hamda Windows muhitida asosan kompyuterga tushirib, anandagi modullarni tushirib, to'g'risiz muhitda mang'uzishniki qorallari. Hamdan boshlab kelsak, birinchisi ulama bilan LM Studio'ni biz oldin qatimliq videoda shu Mac OS'da sınagan. Bu şunu sınab baksak o'xshash. Bu boshqa sistema o'zgartiradigan ish yo'q. Ulamani o'xshashlam yana mushadan tushirish knopkasini besib tushirib bo'lgandan keyin qachlagandan keyin bu terminaldan qo'zg'atish to'g'ri keldi. Men tushirib qachlab bo'lg'achqa bu to'g'riliq mashg'ulot qilmayman. Endi bu tushib bo'lib qachlab bo'lgandan keyin sinash uchun bunga ulamani bassak Mac'ga o'xshash, yana o'xshashlam komandalari tushuntirishli degandek narsa chiqadi. Hamda bunga esa miyadagi modellarni tushirib sinash boshlagan gap. Men bu yerdan tushirib bakmagan modeldan kichikroq yallarmaniki, masalan 3.2lik 3B'niki tushirib bakay. Misha tushirish uchun chiqirib bergan nusxasini kopiya qilib Mac'ga o'xshashlam terminal chaplaymiz. Chaplagandan keyin bu o'ziga meni tushishga boshlaydi. Men bu tushib bo'ldi. Tushib qachlab bo'lgan o'xshaydi. Buni biz salom qilib doimgidek men sürtüm tez bo'ldi buningki. E'lamonga xalqan bir savol, doim so'raydigan bir tip bag'ar savolim bor. Shundan ayollar shu o'xshash 9dan 1 9dan cho'ng degandeklar. Ulamani Mac'dan qilishga bunda ortiq söylesh tushundirish ham o'rni yo'q deb o'ylayman. Buningga men o'zim tushirib qo'ygan bir qancha modullar bor edi. Bunun içinde mesela mana 8 modullar var. Bunun çoğunluk Mistral'ınki to'liq nusxasini mang'uz baksak, shu bo'lgan modulni tushirish uchun shu ulama randin keyin shu modulning ismini kelib chaplab enter bassak qo'zg'alib menib ketadi bu. Bu nisbatan 14 gigalik bo'lg'achqa sal qo'zg'alish asta. Ammo menishi yandan qabul qiladigan darajada, ya'ni o'xshash savolni Mistral'dan so'rab baksak nimada nima kichik dedi. FBO'ndan to'liq nusxasi. Uni boshqa nusxalarim bor. Buni xallasınab baksanlar bo'ldi. Endi keyingisiga o'tsak, keyingisi hamda oldin qatim qolsa LM Studio. LM Studio ham bu to'rbetidan tushirish to'g'ri keldi. Buni tushirish knopkasi mana o'zigidan Windows sistema qaratlar chiqib turibdi. Buni besib tushirib, buni qachlab sinab ketamiz. Bo'lgan kichik besib tushirib qachlab sistem qachon o'xshash narsa bu pek murakkab. Yermi yo'q bu LM Studio'ga kelgan vaqtda. Endi bu LM Studio'da bunday masalan GPU va kompyuterlar bo'lsa, GPU'ni mang'uzish uchun buni Nvidia'ningki bir toolkitni tushirish to'g'ri keldi. Bu bo'lmasa mang'maydigan ish yo'q, ammo bu bo'lsa masalan GPU grafik kartning o'zida normal tez suratda mang'adi. Menga yordam qilgan bir toolkitda buni tushirib Windows bo'lg'achqa Windows 11 X local. Bu 3.1 giga ekan bu. Buningcha LM Studio tushib bo'pti. Tushib bo'lgandan keyin buni qo'zg'atib, avval Nvidia'ningni qachlatib keyin qo'zg'atsak, toolkit tushib bo'lgandan keyin buni qachlatib, andan keyin Studio'ni qo'zg'atib tanishib modullarni tushirib sinab boshlab ketaylik. Buni qachishga biroz vaqt ketdiki, o'zimiz cho'ng bo'lg'achqa. Bo'ldi. Toolkit tushib bo'lgandan keyin hamda LM Studio'ni qo'zg'atib modullarni tushirib sinab baqaylamdi. Bu modullarni shu tushirish bu tas emas. Mac'dan qanday o'shalar bor modullarni tushirib tanlab sinab baqaylamdi. 27 gigalik Gemma 3nikini cho'naq modulni tushirib baqayli. Endi bu ikkili modul tushib bo'ldi. Endi birisini o'rlashtirib sinab baqayli. Buni uzr so'rab qo'yma. Bu o'rlish bo'ldi endi. Endi yuqorida shu LM Studio'ga ishki modulni tushirib, mana Uyg'urcha bir rashk parang'i silib, uzoq olmasmi? Bu sinab baqdik. Endi undan boshqa modullarmi ko'p bu yerda. Qolgan qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, o'shani tushirib o'zing turmush urinishlarga foydali bo'lib qolsa, o'shani tushirib sinab qilib qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Endi keyingisi LM Studio qisqagina tushuntirish bo'lib o'tdi.
Yani keyingisi hem de Can AI yangi ötsek hem de Can AI degan bu ismini bassaklap biz bilan tushirsak bu elimiz so'zidek GUI'si bor narsa. Bunu bu Windows'ga mesela Windows'u tushirish Windows uchun tushirish mesela biz bilan tushirib bo'lgandan keyin endi bu bulay debdi bu qanday alayidligi nemisi bor deganda o'sha 100% open source debdi bu yerda. Undan keyin AI bilan parang ya'ni o'sha tushigan modlar qilib o'sha holatda savol javob shaklida parang qilib bo'ladigan hammasida bo'ladigan iqtidor bu hamda. Undan keyin mana shu cloud ya'ni shu Google deymiz Grok ya'ni X degandeklarninki API'si nimasi bo'lsa keysi bo'lsa mana shuni ulab mana shular orqali local emas shu cloud ya'ni bulut ustida ishlatib bo'ladigan bir ortiq iqtidori bor ekan buni API servis deydi. API mulozim tilini qo'llaydi ekanda. Bu LM Studio'ni qo'llaydi. Buni tushundirdim. Undan keyin bu paranglashgan paranglarni demak narsalarni fayl hujjat sifatida saqlab beradigan bir ortiqchiligi bor ekan buni. Qashlab bo'lgandan keyin bevosita o'sha yuzi ochildi ham o'sha modellarni tushirib ishlab boshla degandek paranglar chiqadi. Bunda ko'rib baksak, cloud model mesela bu supudagi masalan to'g'ri cloud ishlatilgan usularda masalan Mavaki DeepSeek Google'ning Grok'niki bakenda hamda API key boss'lar anosiga key boss'lar emas hamda pul to'lash talab qilib hamma ishlatish uchun masalan Google'ning Grok'nikini ishlatish uchun degandek. Misol turib sinab bakamiz. Buniki nemisi lokal muhitida avval tushirish kerakda bo'lamiz o'xshash. Buningda modellar ta'minlagan modellar bor. Ondan boshqa shu cloud ishlatilgan modellarmi bor. Men bevosita Hugging Face'ni izlab bo'ladigan bir applik yeri bor ekan masalan. O'shandagi modellarni tushirib sinab bakayli. Kichikroq tushirib sinab bakayli buningda. Modelda bir bo'pti. Smallthing 3 plik modelini tushirib sinab bakayli. Son berib buningda misol successful boshlab ketdi mana. Shuningdek yana o'xshash savollardan so'rab sinab mau LM Studio qaraganda salbiy iskarligirek obdan ma'noda qiladi. Token tezligim chiqib turgan masalan mana bu yerda. Cho'ngroq modellardan 70 plikni chiqarib qo'yibdi. 70 plik so'riyalarmi? 70 plikni so'rayalım sinab bakay. DeepSeek faqat tushagim yo'qdi. Shunday qilsam 70 plik 39 ma'lumda. Buni 70 plik 70 milliard parametrlik mono DeepSeek bo'pti. Onu so'rab baksam sen asta. Endi bu tushib menishga boshladi. Shu 47 dan o'tgan so'ng salom qilibdi men 49 dan boshlab javob berishga boshlab men ko'nglimdek 126 token per sekund surat bilan javob beryapti. Bu GPU 16 gigalik yani kompüter 96'lık. Jami o'zining sig'imi 40 giga. Bu menga suratni ishib ketdi. Ham nihoyat asta. Demak ham 70 gigalik shundaroq hisoblamada mang'adiki lekin bek asta degan bir natijaga erishdik deb o'ylayman. Can AI degandan keyin boshqa qolgan modellar xil cho'ng kichik va ko'rgandek. Maningda tayyor bo'lgan, o'zi tayyor qilib qo'ygan modellar nisbatan ozgan, lekin mayada bir yer bor ekanda masalan import deb. Mishadan bu Hugging Face'ning o'zidan GUF degan tipdagi modellarni tushirib, eng bek yaxshi iqtidor ekan bu. Masalan model deganda mishadan xil tipdagi modellarni xohlagancha tushirib, bunda modellarda mana 107 ming bor ekanda. Xil modellarni xohlagancha tushirib, ham kompyuter mang'izalli ahvol ostida. Bek yaxshi iqtidor ekan bu ma'noga nisbatan. Men bundan tushirib qo'ygandan yaponcha modeldan birisi bor edi. Shuni sinab bakayman. Import file qilay. Bu shuning ichidagi shu keyboard original file model library file original. Buni chiqarib bo'ldim. Endi buni
işiltip bakaylı. Ma meğap kesse bu yapınçığı yamarak de bu. Hop destek samal beriş kısal vaqt ketke akşetu cevap verdi. İsmin nemo de. O ismim Lama dedi o. O manın toğukunsun tezke var. Bayatın sol manı sonra bakayla mesela mavi. Manını çıkarsak taza bivasta özümüz çegenini işiltiştigen pek yaxşı xizmatçı bu. Manın toğuçmana ama hali akıllıq gelmama. Yapıllıqnınki elamadın yapıntılığa xas nima yapınçıға xas qılıp yasagan nimeler de bu. Mesela sol naqlı cevap de artık gap yok. Onun sürətimi yaman tez normal hem de çok ülgüp işip qağıdek derecede. İngilizce, Japonca. Bunu kod yazmış bakayım da. Süretmeli ağırız tez mana. Mana iqtidarı yaxşı ki. Elim stüdyoda sınap bakmadım. CSS kodunu yazıp çıkırıp edeyim beni. Canlı yayına ma iqtidarı yaxşı ki. Yani bu özümüz çeken modellerini importlaşarkılık kıldığım bir iqtidarını görüp ettik. Hem de Cloud yani API 2 arqılıq qıldığını sınap baksak mesela Google. Hem de bununki Google'ninkini sınap baksak mesela biz bunu da API 2 birini qılaylamdı. Mana API 2 yapınca qaldı hamda to'g'ri tushungaysizlar. Men ko'rganiklar shunda o'ylayman API 2 o'shamda o API 2 yozib birdan qaytim birini asıl qilib mana kopiya qildik-da. Mana API 2 hesab yasab berdi biladi. Shuni kopiya qiliblam misha enter API 2 ga chaplaymiz. Refresh tugidi. Endi buni mishada sinab bakayım. Cloud'ni mesela hozir biz Google'nikini qilgan bo'lsak Cloud'ni besib Cloud'ning Google'niki Cloud'dan Google'ning da mesela Google'ning 1.5 ni ishlatgili bo'ladimi? Pro'ni ishlatib baksam o ishlatga bo'ldi ki mana masalanda. Mesela men 1.5lik Pro bu qancha sig'imlikini bilmayman. Nimeniki 2.0 Gemini 2.0 bunun işlekli buldu ki oşandek işlekli buldu Cloud işlekli bulduğan yani API 2'den birini yasaplap işlekli bulduğan iqtidarım var ekan. Bunun eng yaxshisi OpenAI ishlagan bo'lsa pek yaxshi bo'ldi. Uning ishlashi tez bo'lishi mumkin. Uning pul to'lmasa. Ama Grok'ninkini sinab baksak setup yani create API 2 for Gen AI. Okay. diye bunu API 2 yasab berdim. Bunu kopya qilamiz. Chapladık. Refresh. Endi bu chatdan mishadan Grok'ni sinab baqalam. Grok'ni ne shekli bo'la. 71 shekli bo'lsa pek bezlab ketdi lekin. To'xta Grok'ning bu 71 bu DeepSeek 72. İllama 3'te 91'liğini 71. 3'teki 71'liğini işletip bakaylı. Ma işleki bo'lgan. Demek mana ma yaxshi bir ish bo'ldi. 310 34 token her sekundda 310 token chiqaradi ama 71 illama 71'likni mushu bekaliq API 2 arqılıqla neçik sol sorup çektiğimiz buluş mümkün. Ama şekil bolğanlığını bildik de bir yerde. 71'likni bu illamadan Uyg'urchaga baksak men yaxshiroq men mobdan
Udan hoşqa vermesi bu yer söhbət çıxdı. Yaman tezkən o. Qanday bilim. Bunun da 90'lık mı işlekli bulamdı. 90'lıkını işletip bir salam bakay. O 90 mı işleydi ki? Az yaxşı bolsa siz nima ish qilyapsiz dedi. Ama 90 belliqning aralaqda 20 milliard parametr farq bor-da. Masalan, shuningdek har xil API bularni ko'rib 70 mang'in yaxshi bo'ldi. Jan AI degan suhbat yana Qoralninki hil ishilib qo'llanishchiligi yuqoridek his qildim. Buning birisiga lokal odatdiki shu modellarni tushirib ishiltish bilan birga andan keyin o'sha Hugging Face'dan o'zimiz xohlagan masalan bayatda mishani ko'rsatgandek GGUF tipdagi modellarni o'zini tushirib xohlaganini chiqarib shuni ishiltib sinag'il bo'lgan yaxshilar ekan. Undan boshqa shu API key orqali har xil cho'ng shirkatlarning masalan Grok deymiz, Google degandek to'l holatida lekin cho'ng modellarni sinag'il bo'ladigan bir alaylik baki. Endi bu yerda Jan AI to'g'riliq tushuntirishni to'xtatsak, endi keyingisi nima deganda keyingisi GPT-4 All degan bir qural bor ekan. Buni sinab boqaylik. GPT-4 mushkanda buni tushirib sinab baqsak buni ham mana Ubuntu bor ekan. OS Mac OS Systems Windows qilma degandek. Har xil 3 xil cho'ng OS ga ishlik bo'lgan alaylik bor ekanda. Buni tushirib sinab baqsak tushib bo'ldi. Buni qachilay? Endi uçup bo'ldi. Buni ichib sinab baqsak localhost starting deydi. Meyadan chatdan o'shadan install modullarni sinab boqaylik. Bunimi mana tushirib sinab boqaylik. Buni ma'nodek RAM'ninki qancha gram bo'lsa yetadi degandek bir ko'rsatib turgan bir yerlar ortiqcha bor ekan buni. Bu tanshaklarni ham xohlagancha tanishsak bo'ladi. Moduldan buning API'si bor ekanda. Masalan, Hugging Face'dan Hugging Face buning shu bevas Hugging Face'ni izlab tushirib sinab bo'ladigan alaylik bor ekan. Bu yerda o'zim ta'minlagandan mana tushirib boqay. Hugging Face'dan har xil modullarni tushirib dedi. 7 milyonlikni sinab boqay. Buni shu bayatdanki Jan AI o'xshash GGUF bo'lsa tushirib ishlik bo'ldi ekanda. Hugging Face'dan bevasni izlab ularlarni. Mana shu bo'lganini o'rlashtirib buni sinab boqaylik. Kod yozib sinab baqsak chiroyli yozib bergan mana. Herhalde normal suratda, hali obdan suratda yozib beradi-da kodlarni. Bumi yaxshi qural ekan endi. Ham yenik, ham har xil modellarni sinag'li bo'ladigan, ham Hugging Face'ni vaqt tushirib ishlik bo'ladigan Jan AI degan asosan o'xshab ketdi ekan. Asosan yozib bo'libdi, o 3-4 bo'lib yozib turgan kodlarni. Bu hali normal suratda menpadi 7 milliardlik sinab boqaylik. Bunga o'xshash savolni so'rab bu hali obdan menpadi ham mana degan to'xtatdim. Endi mana GPT-4 All deb mushu qoralmi nima ishiltib sinab ko'rdik. Bu hali obdan qoral ekan. İşletim imkanı hem yengil fine modullar Hugging Face'de özümüz tushirib mesela sinab qilib bo'ladigan yaxshi qural keldi bumi. To'g'riliq oxirlashtirsak, endi buning eng oxirgisi shu Illama file degan shu qural kelib qoldi. Buni qural demdoq bu bir qural deyishdan bekrak shu modulning o'zini shu holat hech nima qochilmay mesela hozir
mesela GUI dedik yoki o'g'lanmoq bo'lsa terminalda uni install qilib andan keyin mang'uz degandek unda base bo'ladigan bir supa yoki qural yo'qda. Ellama fayl chekit ellama fayl bilan yozilgan modullar bo'lsa bevosita mang'uz bo'lgan yenik desak modulning o'zini shu bilan mang'izgan bir qural yoki shunday bir hujjat shakli. Ellama fayl buni maxsus to'rvet yo'q, GitHub'dan sinaymiz. Ammo ellama fayl kelganda Windows sal ojiz kelib qoldiki, Unix yoki Unix ya'ni Mac OS yoki bo'lmasa Linux Ubuntu degandeklarda xil yaxshi ishlatib bo'ladi. Ammo Windowsda Mac OS deymiz Ubuntuga qaraganda yaxshilik kam qo'llanishchanligi sal ojiz kelib qoldi. Uning sal ish ketgan. Shu bu yerda uni tushuntirishni to'g'ri topmadim. Ammo shu chekit ellama fayl degan modellar bo'lsa, mavzuli bo'ladigan bir alayli bo'shqa buni tushirib sinab boqayli. Endi bu chip bo'lgandan keyin buni qanday ishlatamiz deganda, buni mushbit hech nima qilmay tushagan yerdan ismini o'zgartirib, keyiniga chekit exe ya'ni Windows'ning application holat shaklini keltirib, o'zgartirgan keyin ishga bossaq o'zgarib menib ketadi bu. Buni qo'yib mayadiki nisbatan kichik bo'lgan modellardan mani tushirib baqsaq, buni men tushirib bo'ldim. Tushirib bo'lgan hujjatni masalan bu holatda tushdi masalan. Yo'q, Q6niki. Q6 ya'ni Q6ning buniki ellama fayl shaklida tushdi bu. Endi buni ismini o'zgartirib keyiniga exe qo'shib chiqib buni qo'shsak qo'shkim qo'zg'alib ketdi. Endi bu qanday gap desa hisobda bu ellama fayl degan ya'ni GitHub'dan mana ochuvchilarning e'lon parang'i gap so'ziga hisob aslidagi ich maqsadiga so'zlangan vaqtda shu elim ochuvchilar va oxirgi ishlaklarini bizdek userlarni elam CPU birlashtirish orqali ba'zi murakkab proyekt ijro qilib bo'lgan ellama fayl deb atadik. Qaçılmaymiz ko'pincha kompyuterlar o'rnatmayli ijro bo'ldi. Ya'ni shu ellama fayl degan shu faylning o'zini GitHub yoki o'zniki GitHub tor betidan yoki shu Hugging Face'dan ellama fayllarni tushirib ellama fayl mesela ellama faylga hujjat shaklidagi sun'iy aql modul ya'ni LLM bilan ko'pkanda jiqmamaskan 195 yoki mushkil shaklda e'lon qilganlarni bevosita ishlatish uchun yaratilgan bir hujjat shakli deb qarasak bo'ladi deb o'ylayman. Savollar multiple 13 mesela so'zlarni tezini sig'imli kichik. Shuningdek o'sha ellama fayl deganimiz endi bu bir supa yoki bir nima bo'lmasdan shu modelning o'zini Windows sharoiti bo'lgan vaqtda mushkul shaklda mang'izamiz. Linux yoki Mac OS vaqtida boshqa usullar bo'ladi. Uni xudoyim bo'lsa lozim deb qolsam ishlatish usullari qatorliqlarni chiqarib qo'yishni o'ylashyapman. Sun'iy aql modellarini LLMlarni lokal sharoitda to'rsiz yoki to'rsiz o'zimizning kompyuter bor sharoitda ishlatib bo'ladigan mushkil qurollarni tushuntirdik. Buniki hammasini o'ziga tushib alaylik bor. Qolgan qarindoshlar o'zi xohlaganini olib ishlatib sinab o'zining mush modellarni e'lon qilgan bekorlik modellarni hamda gerçi GPT'ga yetmasimi o'zining turmushiga qulaylashtirib oxirgi maqsadda hamda o'rganish xizmatlariga bir azto'l foyda so'qib qolsa ishlatib sinab baqsa degan umidda qolgani xayri xo'sh unda bo'lsa. Xudo video ko'rishamiz. Xudoyim bo'lsa Allohga omonat.